Assalomu alaykum barchaga. Mani web kanaliga xush kelibsizlar. Bu videoda sizlarga juda ham zo'r sayt ko'rsatib o'taman va bu saytimiz juda ham ko'p yillardan beri ishlab kelyapti. Lekin men hali bu saytdan pul chiqarmaganman. Shunchaki bu saytda hali ora-orada kirib chiqib, shunaqa qilib unchalik aktiv bo'lmasdan yurganman. Hozirdan endi bu saytda aktiv bo'lishga harakat qilaman. Hozir bu sayt haqida to'liq hamma narsani aytib o'taman. Bu video uzunroq bo'lishi mumkin. O'tkazmasdan hammasini ko'rsanglar, qanaqa qilib qanchalik ko'p bonuslar olishingiz mumkin, qanaqa qilib tezroq ko'tarilish mumkin, hammasini 100% ko'rsatib beraman va saytimiz ya'ni har soatda claim qiladigan sayt hisoblanadi. Gap ko'p tuzib o'tirmasdan saytga o'tamiz. Undan oldin do'stlar videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Xo'p, saytimizning nomi Free Bitcoin deb nomlanadi. Bu saytni menimcha ko'pchilik biladi. Bilmaydiganlar ham bo'lishi mumkin. Xo'p, saytga ro'yxatga o'tish uchun silka, ya'ni sayt silkasi video kommentariyasida va video opsiyasida bo'ladi. Silka orqali o'tasizlar. Sizlarda ro'yxatga o'tish uchun Google akkauntingiz orqali ro'yxatga o'tishinglar bo'ladi yoki email bilan parol yozib ro'yxatga o'tasizlar. Menda hozir ro'yxatga o'tish bo'limi chiqmayapti. Mana logoutni bossam ham akkauntimdan chiqmayapti, o'shaning uchun buni ko'rsatib berolmayapman. Lekin ro'yxatga o'tish juda ham oddiy o'zi bunday olib qaraganda. Ro'yxatga o'tganingizdan keyin balkim sizdan email verifikatsiya so'rashi mumkin, ya'ni emailingizni yozgan emailingizga verifikatsiya kodi yuborish deb so'raydi, bosasiz va emailingizga kod keladi. O'sha kodni terishingiz ham mumkin. Agar buni so'ramasa, so'ramaslik ham mumkin. Xo'p, endi sizlarga hozir bu saytni to'liq tushuntirib o'taman. Xo'p, bu saytda mana ko'rishingiz mumkin. Kirishingiz bilan xuddi shunaqa bo'lim paydo bo'ladi. Bu yerda tepada mana bizning balansimiz turibdi. Endi pastga qarab tushamiz. Pastga qarab tushadigan bo'lsak, bu yerda mana shu narsa bizga har soatda bu narsani bizga mana roll turibdi pastda. Mana shu rollni aylantirishimiz mumkin. Buni aylantirsak bizga mana bu joyda har xil raqamlar tushadi. 0 dan tortib 10 minggacha raqam tushadi. Agar qaysi raqam doirasida mana shu ichida tushadigan bo'lsa, shuni to'g'risidagi pullarni, ya'ni bitcoin satoshilarni bizning balansga o'tkazib beradi. Asosan bu yerda mana bu tushadi, lekin bu yerda mana bu tushganlari ham bo'lgan menga. Buni screenshotini hozir mana ekraningizda ko'rsatib turibsizlar. Mana shu 3-inchisi tushib qolgan va mana bu ham tushib qolishi mumkin, bu ham tushib qolishi mumkin. Xolos, bu ya'ni random tarzda bo'ladi. O'shaning uchun bu yerda 10 ming ham tushib qolishi mumkin agar sizni omadingiz bo'lsa. 10 ming tushib qoladigan bo'lsa, o'sha sirasi sizni balansingizda qanchadir pul bo'ladi. Hozir buni hisoblab ham ko'ramiz. 228 ming bitcoin satoshisi, buni hozir yo'q qo'yamiz va bu yerga BTC kurs deb yozadigan bo'lsak, price deb yozadigan bo'lsak, bu yerga 228 ming yozishimiz kerak. 0.00 228. Bu uje 2 million 588 ming so'm bo'lar ekan. O'zbek so'mida buni narxi o'zgarishi mumkin. Bitcoin narxi ko'tariladi, tushadi. Shuning uchun bu hozirda mana shuni o'zi 2 million 588 ming ekan. Ko'rganingizdek, agar omadli bo'lib qolsangiz, ya'ni omadingiz kelsa, bemalol mana shuni tushirib ham olishingiz mumkin bo'ladi. Buni bemalol chiqarib olishingiz ham mumkin. Sayt 100% to'lab beradi. Xo'p, buni har soatda kirasizlar, kirib mana bu joyda rollni bosasizlar va sizlarga mana shu joylardan bittasi tushadi. Buni tushundinglar xolos. Hozir sizlarga mana bu tepada turgan, ya'ni birinchini qanaqa qilib ko'paytirishni ham ko'rsatib o'taman va tushirganda bu yerda lotereyalar mavjud, o'zini reward pointlari mavjud, o'shalarni ham qanaqa qilib ko'paytirishni ko'rsatib o'taman. Buni bosganlarda mana ekraningizda ko'rib turgandek, mana shunaqa bitta bitcoin sotuvchisi ikkita lotereya, ikkita reward point beradi, ko'rganingizdek. Va hozir o'shalarni ham qanaqa qilib ko'paytirishni ko'rsatib o'taman. Xo'p, mana bu joyda tepada 3 ta nuqta, ya'ni bo'lim mavjud. Ustiga bosamiz va bu yerda ikkinchi bo'lim, ya'ni birinchi bo'lim hozirgi bo'lim hisoblanadi. Ikkinchi bo'lim bu yerda multiple BTC, ya'ni mana shu o'yinda, ya'ni bitta o'yin mavjud sayt ichida. Mana shu o'yinni biz tepadagi balansni ko'paytirishimiz mumkin. Agar bunaqa strategik o'yinlarni o'ynay biladiganlar bo'lsa, bemalol o'zini balansini ishlash ham mumkin mana shu o'yinlarda yutib. Ammo bu o'yinlarda asosan biz yutkazamiz, chunki sayt bu o'yindan foyda oladi xolos. O'ynash juda ham oddiy. Bu yerda mana manualda turibdi, ya'ni o'zimiz o'ynaymiz. Mana bu joyda tikadigan pulimiz va yutsak qancha olishimiz, Finchance 47% ko'ringizdek, yutish foizi. Xolos, mana shunaqa dice o'yini, ya'ni dice o'yini ko'pchilik biladi. Mana shu joyda raqamlar tushadi, shu raqamga qarab siz ya'ni qaysi raqamdan past tushsa, mana bu joyda yozib qo'ydi, mana 5250 dan past raqam tushadigan bo'lsa, Bitcoin'ni bosgan bo'lsa yutasiz, yutkazasiz. Xolos, mana shunaqa o'yin, buni o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Keyingi bo'limga o'tamiz. Bu yerda betting bo'limi. Bu yerda xuddi o'sha futbol o'yinlariga pul tiksanglar bo'ladi. Mana shu sayt o'zidan qanchadir bitcoinlarni mana shu o'yinlarga tikib qo'yasizlar. Agar qaysidir komanda yutadigan bo'lsa, sizning hisobingizga beradi. Xolos, bu kazino bo'lib ketdi. Bu bo'limlar bizga kerak emas. 3-bo'lim, ya'ni 4-bo'lim bu yerda rewards bo'limi. Bu aytgan bo'lim.
Bu reverse bo'limi orqali biza har kuni bitta reward, ya'ni bitta baraban olishimiz mumkin bo'ladi. Bosamiz yashin ustiga va mana bu joyga har kuni bitta olishimiz mumkin. Bittani yozib turib 10 bitta reward pointga exchange bo'ladigan bo'lsak bizga baraban beradi. Barabanni ham aylantirib har xil narsalarni tushirib olsa bo'ladi. Xo'p, bosamiz. Bugunlikni уже olib bo'libman. 3 soatdan keyin olsam bo'lar ekan. Xullas buni bossanglar sizlarga baraban beradi. Bu barabanni ham hozir kirib ko'rsataman. Menda qanchadir 90 nechadir baraban mavjud. Uni ham hozir video davomida hammasini aylantiramiz va balansimiz qanchaga ko'payar ekan buni ko'rib olamiz. Keyin do'stlar, bu yerda agar siz 100 mingta reward point yig'laydigan bo'lsangiz, buni to'g'ridan to'g'ri bitcoinga almashtirishingiz mumkin, ya'ni 100 mingta satoshiga almashtirishingiz mumkin. Eng kami lekin 100 mingta reward point yig'ish kerak. Menda hali 6000 yig'ilgan. 100 mingta yig'ish bu juda ham qiyin narsa. No, lekin amallasa bo'ladi. Xo'p, endi bu reward pointlarni biz yana qo'shimcha bonuslarga ishlatsak bo'ladi. Ya'ni bonuslar nima? Bu yerda eng asosiy narsa, mayli birin-ketin ko'rsatib o'taman. Electronics bo'limiga o'tamiz. Bu yerda 2 million reward pointga mana iPhone 15 Pro Max sotib olsa bo'lar ekan Amazondan. Bu yerda Samsung sotib olsa bo'ladi, ko'rganingizdek, har xil narsalarni sotib olsa bo'ladi reward pointni o'ziga. Lekin bu Amerika, ya'ni Amazonning do'konidan keladi. O'zbekistonga ham yetib keladi albatta, lekin unchalik ko'p reward point yig'ishni o'zi shunchalik qiyin narsa. Xo'p, endi hardware walletsga o'tamiz. Bu yerda ham bularni sotib olsa bo'ladi, bular shart emas. Bizga kerak narsa Free BTC ga o'tamiz. Bu yerda biza 100% bonus sotib olamiz, sotib olib, ya'ni ishlatib olamiz. Agar bizning balansda 30 ming satoshidan ko'p bo'ladigan bo'lsa, mana bu ikkalasini ham ishlata olamiz do'stlar. Bu 100% bonus nima? Hozir ko'rsatib o'taman. Mana 48 ta reward pointga redeemni bosadigan bo'lsam, mana bu aktivatsiya bo'ldi. Endi buni birinchi bo'limga o'tamiz va pastroqqa tushadigan bo'lsak, ko'rganingizdek, mana bu narsa 0.01 satoshi berardi. 0.2 ga o'tdi, ko'rganingizdek. Buni bossam hozir menga 2 satoshi beradi. Va bu narsa mana ko'rganingizdek 24 soat ichida bo'ladi. Agar siz 24 soatda 10 satoshi oladigan bo'lsangiz, hozir 20 satoshi olishingiz mumkin bo'ladi. Xullas buni mana shunaqa qilib ishlatsanglar bo'ladi. Endi qolgan narsalarni ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda reverse yana qaytamiz. Pastroqqa tushib, buni ilib turib lotereya tiketiga olishimiz mumkin. Ya'ni mana buni ishlata olamiz. Qolganlarni ham ishlatsa bo'ladi agar balansingizda ko'proq bitcoin bo'lsa. Mana shuni asosan ishlatib bilamiz. Buni ham redeem bosadigan bo'lsam, mana aktivatsiya bo'ldi. Endi buni Free BTC bo'limiga o'tadigan bo'lsak, mana bu ham 24 soatga aktivatsiya bo'ldi va bu bizga har soatda claim qilganimizda plus 10 lotereya tiket qo'shib beradi. Ya'ni lotereya biletini qo'shib beradi. Bu ham juda ham yaxshi bonus. Hozir lotereya nima uchun kerakligini ham ko'rsatib o'taman. Va oxirgisi fan tokeni mavjud. Fan tokenni ham buni ishlatsanglar bo'ladi, lekin men unchalik ishlatmayman. Keyin bu yerda Wheel of Fortune, ya'ni mana bu barabanni ham ishlatsa bo'ladi. Lekin bu juda ham katta reward point talab qiladi. Buni ham o'zingizlar agar kerak bo'lsa ishlatasizlar. Baraban nimaligini ham video davomida ko'rsatib o'taman. Keyingi bo'lim bu yerda Vina Lambo bizga kerak emas. Earn BTC bo'lim mavjud, ya'ni sayt o'zining miningi mavjud. Agar hisobingizda 30 ming satoshidan ko'p bo'lsa, bu yerda yillik 4.8% lik mining mavjud. Mana ko'rsatib beraman hozir. Mana bu yerda 30 ming, ya'ni 31 ming bo'ladigan bo'lsa, kuniga 0 satoshi sizning hisobingizga avtomatik yoziladi va yiliga 1293. Mana shunaqa miningi mavjud. Va endi bizga kerakli narsa bu yerda lotereya bo'limi mavjud. Lotereya bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda mana lotereya, ya'ni 132 ta tiket, ya'ni 132 ta bilet bilan mana shuncha bitcoinni yutib olgan. Mana bu yerda 2 milliondan ortiq tiket bilan buncha bitcoin yutib olgan. 24 ta tiket bilan shuncha bitcoin yutib olgan. Ya'ni lotereya sizning hisobingizda tiket bo'ladi. O'sha tiketga, ya'ni biletlarga do'stlar qanchadir bitcoinlarni yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Har lotereya bir hafta davomida o'ynaladi. Siz prosta mana shu o'yinga kirib olasiz va lotereya tiketlar yig'ilib boradi. Menda 56 ta ekan. Agar mana win chansim, ya'ni 0.07% ekan meni yutishim. Agar mabodo yutib qo'yadigan bo'lsam, hisobimga qanchadir bitcoin satoshi tushadi. Juda ham katta bitcoin satoshilari tushadi do'stlar. Lotereya shuning uchun kerak bo'ladi. Buni albatta ishlatinglar. Endi men mana bu ikkita bonusni ishlatdim va endi bu yerda rollni bosadigan bo'lsam, mana ko'rganingizdek menga 0.2 bitcoin satoshisi va 12 ta lotereya tiket berdi va 2 ta reward point berdi. Va buni yana 1 soatdan keyin aylantirishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi sizlarga yana bitta narsani ko'rsatib o'taman, ya'ni o'sha barabanlar. Bizning hisobda barabanlar qayerda yig'ilib turadi desanglar, mana sal pastroqqa tushamiz. Mana bu joyda mana yozib qo'ygan. You have 94 ta free wolf spin deb qo'yibdi. Play them here, ya'ni play them here ni bosamiz. Mana bizani pandemiya saytiga olib o'tdi va bizada mana ko'rishingiz mumkin. 94 ta mavjud va bittadan o'ynashimiz mumkin. Hammasini bitta aylantirishimiz mumkin. Mana play one ni bosadigan bo'lsam,
yana bitta saytga olib o'tadi va bu yerda mana ustiga bosamiz, aylanadi va bu yerda mana 11 ta reward point tushdi. Ya'ni orqaga qaytamiz, yana play one ni bosamiz. Xullas shunaqa qilib bularni aylantirsak har xil narsalar tushadi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin Bitcoin mavjud, Lamborghiniga tiket mavjud, Amazonga tiket, har xil lotereya tiketlar mavjud. Bu yerda iPhone telefoni ham bor ekan. Xullas har xil narsalar tushib keladi. Bu endi omadga bog'liq. Buni aylantirdik. Yana 11 ta reward point berdi. Xullas shunaqa. Hozir sizlar bilan birgalikda buni play all ni bosaman, ya'ni 92 tasini hammasini birdaniga aylantiradi. Mani hisobimda 1700 ta Bitcoin satoshisi bor edi. Qanchalik bo'lishini ko'ramiz. Lotereya tiketlar soni adashmasam 60 taga yaqin bo'lib qoldi. Buni ham albatta ko'rib olamiz va reward pointlarim 6000 ta reward pointim bor edi do'stlar. Hozir buni hammasini aylantiraman va qancha bo'lishini ko'ramiz. Play all ni bosaman, ketdi, aylantirishni boshladi. Sal pastroqqa tushamiz. Mana nimalar tushayotganini ko'rsatib turibdi. Hozircha mana ko'rishingiz mumkin. Lotereya tiketlar 77, 88 ta ketdi, Bitcoin 77 ta tushdi. Reward pointlar 77 bu ham. Lekin hali karga bilet bermadi. Mana asta-sekin aylantiryapti. Tugadi ko'rishingiz mumkin. Men 92 ta baraban aylandi. 386 satoshi baraban o'zidan oldim. 385 ta lotereya. Bu lotereya juda ham yaxshi. Mabodo lotereyada yutib olsam, qanchadir 300 ming, 200 ming ta Bitcoin satoshisi meni balansimga kiradi va 440 ta reward point yutib oldim ko'rganingizdek. Bu juda ham ajoyib. Endi orqaga qaytamiz. Ko'rishingiz mumkin. Hali balans yangilanmagan. Saytni bitta yangilab olamiz. Mana bizani hammasi o'zgardi ko'rganingizdek. Hisobim 1995 ta bo'ldi va bu yerda reward point kiradigan bo'lsak 6900 ta va lotereya bo'limiga o'tadigan bo'lsak 454 ta lotereya bo'ldi va yutish foizim 0.05 ga o'tdi do'stlar ko'rganingizdek. Juda ham ajoyib. Va qolgan bo'limlarni ham bemalol o'zingizlar ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Xullas saytimizda juda ham ajoyib. Endi saytdan pul chiqarishga kelib o'tadigan bo'lsak, bu yerda Wizdraft bo'limi mavjud. Wizdraftda 3 xil tarzda pul chiqarishimiz mumkin. Bu avto Wizdraftda turibdi. Birinchisi avto Wizdraftda minimum 30 ming ta satoshi chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda 85 ta satoshini, ya'ni komissiya yo'q qoladi. Bu yerga Bitcoin adres saqlanib qo'yasizlar albatta. Xohlagan bir kошелегlardan olib. Slow mavjud. Slow orqali bu 24 soat ichida tushib keladi. Bu yerga qancha chiqarishinglarni yozasizlar. Bu yerda ham 85 ta Bitcoinni komissiya yo'q qoladi va bu yerga Bitcoin adres yozib qo'yishinglar kerak bo'ladi. Va men asosan Instatda chiqaraman. Yo'q, Slowda chiqaraman do'stlar. Instatda bu yerda tez chiqib keladi, ya'ni 15 minutda chiqib keladi. Bu yerga qancha chiqarishinglarni yozasizlar. Bu yerda 362 ta satoshini o'sha komissiya yo'q qoladi. O'zi minimum do'stlar 30 ming satoshi chiqarishimiz mumkin bo'ladigan. Bu yerga Bitcoin adres olib kelib qo'yib yozasizlar va pul chiqarishinglar mumkin bo'ladi. Bitcoin adresi xohlasanglar Payer kошелегdan, xohlasanglar FaucetPay kошелегdan olishingiz mumkin bo'ladi. Maslahatim FaucetPay kошелегdan olishingizni maslahat beraman. Chunki liboy miqdordagi Bitcoinlarni bemalol hisobingizga tushirib olishingiz mumkin FaucetPayda. Payerda buni o'zini cheklovlari bo'lishi mumkin. Xohlasanglar Binance yoki katta birja Bitget'dan olib kelishingiz ham mumkin. Xullas, bugungi videomizda mana shu juda ham bomboy sayt haqida edi. Sayt silkasi video kommentariyasida va video opisiyanasida bo'ladi. Bemalol o'tib, ro'yxatdan o'tib, siz ham sarmoyasi mana shunaqa Bitcoinlarni ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Omadingiz kelsa, ko'rganingizda 2,5 million so'm ham yutib olishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Bugungi videomizda mana shu sayt haqida edi. Videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Bunaqangi sarmoyasi pul ishlash yo'llari va sarmoyasi ishlaydigan saytlar mana shu mani web kanalda bo'ladi. Hammaga rahmat.